Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan JavaScriptda funksiya va obyektlar bilan tanishamiz. Birinchi kodimizga qaraymiz. Bu joyda hozir men kommentga olganman. Buni yozib turib, mana shuni kommentdan ochib sizlarga tushuntiraman kodlarni. P tag ochdim va id berdim. Bunga demo qildim va script tag ochib, script deb yopib, ichida JavaScript kodlarini yozib boshladim. Xo'sh, bu yerda nima bor? 14-qatorga ahamiyat bersangiz, let x, y, z, ya'ni o'zgaruvchi ochib oldim. Let qilib x, y, z 3 ta o'zgaruvchi ochdim. Keyin x ni 5 ga tengladim, y ni 6 ga tengladim va z ni x plus y dedim. Ya'ni z'im x va y ning yig'indisiga teng dedim. Endi mana shu natijani men brauzerimda, ya'ni sahifamda chiqarishim kerak. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun document.getElementById buni o'tgan darsda ko'rgan edik va mana shu joyga demo qildim. Ya'ni p tegimning ichida chiqarib berish kerak. Shuning uchun bunga demo berdim va inner.html tengladim. The value of the is, ya'ni bu joyga matn uzatildi, gap qo'sh tirnoq yopiladi va plus z'im mana bu javobini oladi. Nimaga teng bo'lsa o'sha javobni qaytaradi va plus qo'sh tirnoq ochilib yopildi va ketidan bitta nuqta qo'yildi. Xo'sh, buning natijasini ko'ramiz hozir. Brauzerdan natijamni ochib olaman. Xo'sh, mana ochildi. The value of the is 11, ya'ni buning javobi 11 ga teng edi. 5 plus 6 11 va bizning shu javobimizni p tegining ichida tasvirlab chiqarib berdi. Xo'sh, bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi buni kommentariyaga olaman, belgilab olib Ctrl/ni bosaman va keyingi kodni tushuntiraman. Buni kommentdan ochib olamiz. JavaScriptda konstantalar yaratish, ya'ni bu o'zgarmaslar. Xo'sh, bu joyda yana p tegini ochdim va id berdim. Demo id'sini berib ketdim va script tag ochib yopib oldim va buning ichidan boshladim. Create an array, ya'ni bu joyda biz array yaratib olamiz. Ya'ni array bu ro'yxat. JavaScriptda bu ro'yxat deyiladi. Konstanta cars, ya'ni cars degan ro'yxat yaratdim. Uning ichida Saab, Volvo, BMW 3 ta mashina bor ekan. Ya'ni bu 0-indeksda turibdi, 1-indeksda va 2-indeksda yaratilgan mashinalar ro'yxati. Bu satr bo'lganligi uchun buni qo'sh tirnoqqa olib virgul bilan yozib ketdim. Xo'sh, endi Cars 0 Toyota, ya'ni Carsning 0-elementini 0-indeksda turgan elementini Toyotaga bu joyga tenglab qo'ydim bu joyda. Keyin cars.push, ya'ni carsga qo'shyapman, push degani davomidan qo'shsin, push audini qo'shib qo'ysin ketidan. Xo'sh, keyin endi bizga natijani chiqarsin, ya'ni cars ro'yxatimda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, shu natijani ko'rmoqchiman. Document.getElementById demo inner.html teng cars. Endi buning natijasini ko'ramiz. Xo'sh, bizning ro'yxatda nimalar sodir bo'ldi? Ochib ko'ramiz. Mana bu joyda qarang, bu oddiy p tagida yozilgan matnlar. Bu joyga ahamiyat beramiz. Bu joyda nima bo'lyapti? Bu joyda Toyota, Volvo, BMW, Audi ro'yxatga e'tibor beramiz. Buni kichikroq qilib qo'yamiz. Ikkala javobni bir xil ko'rmoqchiman. Buni ham ochib olaman. Xo'sh. Bu joyda nima bo'ldi? Qarang. Saab, Volvo, BMW edi. Dastlabki ro'yxatim shunaqa edi. Keyin 0-indeksni Toyotaga tengladik. Mana 0-indeksda Toyota hosil bo'ldi. Keyin aytdim bu joyda ketidan push, ya'ni audini qo'sh dedi. Bu 0 ga tenglangan bo'lsa, mana bu Saabning o'rnida Toyota, Volvo, BMW hosil bo'lib turgan edi. Uning ketidan push nimani? Audioni qo'shib yuborsin dedim. Mana ketidan audioni qo'shdi va menda hosil bo'lgan ro'yxatni men getElementById bilan HTML sahifamga uzatdim. Hosil bo'lgan ro'yxatimni. Xo'sh, bu ham tushunarli. Buni ham biroz kichikroq qilamiz brauzerni va buni kommentariyaga olaman va keyingi kodni sizlarga tushuntiraman. Xo'sh, buni kommentariyadan ochamiz. Endi bu yerda biz nima yaratib olamiz? Konstanta, ya'ni person degan biz bu joyda obyekt yaratib olamiz JavaScriptda. Qarang, p tagi, bunga ham id demo ochildi. Demo degan id berildi. Ketidan
constanta person, men person degan obyekt yaratyapman. First name bor ekan buning John, last name Doye, ID'sini 5566 berilgan va virguldan keyin full name yozyapman. Full namedan keyin function, ya'ni funksiya yaratyapmiz. Bu joyda endi return this first name plus qo'sh tirnoq ochildi, ilindi, o'rtasida bitta bo'sh joy bor, bitta probel plus this last name yaratyapman. Bu nima qilyapti? Bundan keyin get element by id inner html person, ya'ni funksiyani qaytarsin deyapman. Bu joyda biz obyekt yaratib oldik va obyektimiz natijasini funksiya bilan, function bilan qaytaryapmiz. Bu joyga ahamiyat bering. Bu joyda first name John edi, last name Doye edi. Mana ikkitasini qo'shib chiqardi. John Doye degan bizga so'zni qaytardi. Ya'ni bu joyda mana bu bitta probel bor edi mana bu joyda va mana shuning uchun mana bu joyda ikkita so'zning orasi bo'sh joy bilan chiqdi. Xo'sh, mana bu joyda mana bu nimalarimiz faqatgina h1 bilan p teklarimiz matnlar chiqyapti. Biz asosiy ikkita so'zni bir-biriga qanaqa qilib ulashni hozir obyekt bilan ko'rib o'tdik. Xo'sh, buni ham kommentariyaga olaman va keyingi kodlarni sizlarga tushuntiraman. Buni kommentariyadan ochamiz. JavaScript function, ya'ni JavaScriptda endi funksiyalarga keldik. Bu joyga ham p tegi ochdim, id demo berdim va p tegini ilyapman. Script tegini ochib yopib oldim va mana bu joyda let o'zgaruvchi yaratyapman, x degan o'zgaruvchi va bunga my function deyapman, funksiya yaratib olyapman va bunga argumentlariga 4 va 3 ni berib ketdim. 4,3 ni beryapman. Document get element by id demo inner html x, ya'ni bu x ni qaytarsin deyapman. Function qanaqa qilib qaytarsin? Function yaratyapman, my function, ya'ni funksiyaga my function deb nom berdim va bunga ab argumentlarni qabul qilsin. Abimiz bu joyda mana bu joyda 4 va 3 bo'ladi. O'zini argument sifatida qabul qildiradi va figurni qovus ochib yopyapman va ichidan return, ya'ni return qaytarsin. Nimani qaytarsin? A ni b ga ko'paytirgan javobni qaytarsin deyapman. Bizda a va b mana bu joyda argumentlarimiz 4 va 3 bo'layotgan edi va 4 ni 3 ga ko'paytirdi va bizga mana bu 12 degan javobni qaytardi. Xo'sh do'stlar, mana shu JavaScriptning funksiyalari, obyektlari bo'ladi. To'g'ri, bu to'liq emas. JavaScriptda funksiyalar ham, obyektlar ham juda ko'p. Buni siz o'zingiz noldan o'rganaman desangiz, hozir biz hammasini aytib o'tishimizga vaqt yetmaydi. Buni kommentariyaga olib turaman va sizlarga internetdan qanaqa qilib buni o'rganish mumkin. Funksiya obyektlarini, JavaScriptni qanaqa qilib to'liq ravishda o'rganish mumkin. Sizlarga sayt tavsiya beraman. w3schools.com sayti bor. w3schools.com va bunga kirib olaman. Mana bu joyga yozamiz. JavaScript chiqarib beradi. Mana JavaScript tutorial. Kiraman va mana bu joyda bizga hamma JavaScriptda mavjud bo'lgan JavaScript Basic, JavaScript DOM, JavaScriptni bizga noldan o'rgatadi. Mana shu saytning o'zi ham, siz ham bemalol mana shu saytga kirib o'zingiz mustaqil ravishda ham davom qildirib o'rganishingiz mumkin. Mana bu joyda kodlar ham berilgan. Mana HTML kodning ichida qo'llanilgan JavaScript kodlari get element by id ham berilgan, operatorlar ham berilgan, array, mass, random hamma funksiyalari bu joyda to'liq ravishda keltirib o'tirilgan. JavaScript variation, JavaScriptda obyektlar, funksiyalar, klass yaratish mumkin. JavaScriptda HTMLda DOM qo'llashimiz mumkin, qanaqa usullar bilan qo'llashimiz mumkin. Bu joyda hammasi batafsil aytilgan. Siz ham bemalol shu joydan kirib o'rganishingiz ham mumkin.